Aka, meni bilganlarim shu. Boshqa narsa bilmayman, hammasini aytib berdim. Amanov aka, Jalol akam janozasidan kelyapsizmi? Javlon o'ldi. Sizlar ham boringlar. Xo'p. Janozaga. Xo'p, aka o'tamiz. Kim bu odam? Bu Ma'ruf aka, mahallamizda yashaydi. Biroz aqli zaif. O'zi shunaqa kasalmi yo biron bir sababdan shunaqa bo'lib qolgan? Yo'q aka, bu yoshligidan shunaqa. Buni bir akasi ham bor. Hozir ruhiy kasallar shifoxonasida davolanadi. Ota-onasi o'tib ketgan. Tushunarli. Bir o'zi yolg'iz turadimi bu? Yo'q, mahallada bir qiz bor edi. Uni ham ota-onasi yo'q, o'zi yashardi. Shu qizga mahalladagilar uylab qo'ygan. Bechorani shu to'rala bezori tinmay kalaka qilishardi, masxara qilishardi. Ko'rgan joyda kun berishmardi. Men siz zerikmadingizmi? Yo'q. Muskoyimni olib beraman. Rostdanmi? Yana jinni kelyapti-yu. Yurishini qarang. Bitta jinni ikkita o'qib qoptimi? Xotinini qara hurliqoligini. Ko'rishdingmi? Ularning gapiga ahamiyat bermang, yuring. Ha, olib ket. Shu yigitini olib ket. Uyingga olib kirib birato'la lozim kiydirib qo'ygin. Qadam topgan ekan bu jo'la. O'z olib qolmasin senga otib. Nima borligini ko'rsa bo'ladi. Mama go'zal ekansiz, mama. Uvol bunga, uvol. Ancholadi. Xudodan qo'rqlaring. Ha, bechara urasanmi, ke? Urmaysanmi, ke? Ur. Shu uradimi? Ularning gapiga ahamiyat bermang, Farruh aka. Rahmat katta. Mayli, charchamang. Mayli.